Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. 5-mavzuni ma'ruzasini boshlaymiz. Demak, 5-mavzumiz notekis harakat. Notekis harakatdagi o'rtacha tezlikni topish asosiy to'xtalishimiz kerak bo'lgan mavzu bu. O'rtacha tezlik haqida gaplashib o'tamiz. Notekis harakat bu turli xil vaqtlarda turli xil masofalarni bosib o'tuvchi harakat desak ham bo'ladi. Demak, o'rtacha tezlik deb umumiy yo'lning shu umumiy yo'lga ketgan umumiy vaqtga nisbati o'rtacha tezlik deyiladi bizda. Demak, va o'rtacha barobar S umumiy taqsim T umumiy. Bu yerda va tepasiga chiziqcha bilan olib ketyapman. O'rtacha tezlik degani o'rtacha tezlik S umumiy bosib o'tilgan yo'l T umumiy shu yo'lni bosib o'tish uchun kerak bo'lgan umumiy vaqt. Xo'p. Demak, endi o'zi bitta shu formula bor. Barcha formulalar mana shu formuladan kelib chiqadi bizda. Endi xususiy holatlar haqida gaplashib o'tamiz. Aytaylik, vaqt teng 2 ga bo'linganda o'rtacha tezlik, yo'l teng bo'linganda o'rtacha tezlik, yo'lning m taqsim k qismini bosib o'tganda o'rtacha tezlikni topish. Shular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Dastlab eng sodda ko'rinishdan boshlaylik. Birinchi, vaqt teng 2 ga bo'linganda o'rtacha tezlikni topish. Ya'ni t taqsim 2 t1 ham t taqsim 2 ga teng, t2 ham t taqsim 2 ga teng bo'lsa, ya'ni vaqt teng 2 ga bo'linsa, o'rtacha tezlik qanday topiladi? Demak, o'rta arifmetikini olib qo'yamiz. Tezliklarning o'rta arifmetikini olamiz. T1 vaqtda V1 tezlik bilan, T2 vaqtda V2 tezlik bilan yurgan bo'lsa va vaqt teng 2 ga bo'linsa, o'rtacha tezlik va o'rtacha teng V1 qo'shuv V2 taqsim 2. Ana shu formula bilan topiladi, demak, o'rtacha tezligimiz. Buni yozib yodlab olasizlar. Juda ham kerakli formuladan biri. Ikkinchi holat. Vaqt teng 3 ga bo'linganda T1, T2 teng qilib ketaylik yana. T3 teng T taqsim 3. Qisqasi, vaqtlar teng bo'linganda tezliklarni qo'shamiz va o'rta arifmetikni olamiz. Ya'ni V o'rtacha barobar V1 plus V2 plus V3 taqsim 3. Ana shu formula orqali aniqlab ketaveramiz ekan, demak. Xo'p. Isbotini ko'rib ketaylik. Bu formulalarda isbot qanday bo'ladi? Demak, isbot qiladigan bo'lsak, aytaylik, jism gorizontal sirtda harakatlanyapti. Aytaylik, mana shu gorizontal yo'l deylik. Va bir tezlik bilan yuryapti. Mana bu yergacha qolgan vaqtda V2 tezlik bilan yuradi. Birinchi vaqt T1, ikkinchi vaqt T2.
Mana bu masofa bizda S1 masofa jism mana shunday yurgan. Mana bo'lsa esa S2 masofa. Vaqt teng bo'linyapti. Demak, umumiy vaqt T umumiyni biz T deb qaraydigan bo'lsak, T1 T taqsim 2 ekan, T2 ham T taqsim 2 ekan. Ya'ni vaqt teng 2 ga bo'linganda. Bizda asosiy formula S umumiy taqsim T umumiy. Mana shu formula orqali hozir aniqlab ketamiz. Ya'ni va o'rtacha barobar S umumiy taqsim T umumiy. T umumiy vaqt bizda mana bu yerga belgilab qo'ydik. T deb belgilash kiritdik. T umumiy T olamiz va mana bu S umumiy o'rniga S1 qo'shuv S2 olamiz. S1imiz nimaga teng desa, V1 ko'paytiruv T1. T1imiz nimaga teng? T taqsim 2 ga teng. V1 ko'paytiruv T taqsim 2 plus S2imiz bizda V2 ko'paytiruv T2 ga teng. T2 ham T taqsim 2 ga teng. V2 ko'paytiruv T taqsim 2 taqsim T. Mana bu yerdan T taqsim 2 ni qavsdan tashqarisiga olib chiqib ketadigan bo'lsak, T taqsim 2 bizda V1 qo'shuv V2 bo'ladi. Taqsim T bo'ladi. Vaqtlarni qisqartiradigan bo'lsak, 2 mahrajga o'tadi o'z-o'zidan. 2 mahrajga tushadigan bo'lsa, bizda formula hosil bo'lyapti. Demak, vaqt teng bo'linganda o'rtacha tezlik formulasi isbotlandi. V1 qo'shuv V2 taqsim 2 bo'lar ekan. Mana shu formuladan bemalol topib ketaveramiz masalalarda keladigan bo'lsa. Demak, davom etamiz. Vaqtlar teng bo'linganlarni ko'rib o'tdik. Endi yo'llar teng bo'laklarga bo'linganda 3-rejamiz. Aytaylik, yo'l teng 2 ga bo'linganda o'rtacha tezligini topish formulasi qanday bo'ladi? Demak, yo'l teng 2 ga bo'lingan. Bizda yo'lning birinchi qismida V1, ikkinchi yarmida V tezlik bilan yo'lni bosib o'tgandagi o'rtacha tezlikni toping deyiladi. Demak, endi yo'l teng 2 ga bo'linar ekan bizda. Mana bu S1, mana bu S2 va ikkalasi ham S taqsim 2 ga teng. Birinchi qismida demak V1 tezlik bilan yurgan jism, ikkinchi qismida esa V2 tezlik bilan yurgan. Albatta vaqtlari ham T1 va T2 vaqt sarflagan mos ravishda. Xo'p, bu holatda o'rtacha tezlikni qanday topamiz? Demak, isbotini boshlab hisoblab chiqamiz va o'rtacha barobar S umumiy taqsim T umumiydan ketamiz yana. S umumiy. Ya'ni biz umumiy masofani S deb oldik. Shuning uchun yo'l teng 2 ga bo'lingani S taqsim 2 dan bo'ldi. S umumiy o'rniga S yozib ketaman. T umumiy o'rniga T1 qo'shuv T2 olaman. T1 nimaga teng? S1 taqsim V1 ga teng. S taqsim S1 o'rniga S taqsim 2 bo'luv V1 plus S taqsim 2 bo'luv V2. Demak, davom etadigan bo'lsak, mana bu yerdan S taqsim 2 larni qavsdan tashqariga olib chiqib ketadigan bo'lsak, S taqsim 2 1 taqsim V1 plus 1 taqsim V2. Bizda S'lar qisqarib ketadi albatta. 1 taqsim 2 ni ikkisi yuqoriga chiqadi. Chunki kasr tagidan yana kichik kasr kelyapti. Shuning uchun 2 tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, 1
taqsim V1 plus 1 taqsim V2 mahrajda. Mahraj beramiz. Bunga V2 ta ko'ramiz, bunga V1 beramiz. Shunda V2 qo'shuv V1 mana bu yerda hosil bo'ladi. Mahrajda V1 ko'paytirib V2. Bu ko'paytma yuqoriga chiqib ketadi. Ya'ni 2 ta V1 V2 taqsim V1 plus V2. Mana bu asosiy formula bizda. Demak, V o'rtacha barobar qachonki yo'l teng 2 ga bo'linganda 2 ta V1 V2 taqsim V1 plus V2. Buni masala shartlari bunda har doim hali yo'l teng 2 ga bo'lindi deb o'tirmaydi. Yo'lning birinchi yarmida va ikkinchi yarmida degan masalalar keladi sizda. Mana shu holatda ushbu formuladan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi yo'lning m taqsim k qismini V1 tezlik bilan m taqsim k qismini, ya'ni qismini topish uchun o'sha yo'l bo'lsa, s bo'lsa ko'paytirib ketamiz. Shu qismini V1 tezlik bilan qolgan qismini esa V2 tezlik bilan bosib o'tganda jismning o'rtacha tezligini aniqlashni formulasini isbotini ko'rib ketamiz. Demak, buning uchun chizmani chizamiz hozir mana bu yerga. Demak, chizma chizadigan bo'lsak, yo'lning m taqsim k qismi, ya'ni yo'lning 3 dan 2 qismini, 3 dan 1 qismi degan savollar keladi siz oldingizda. Mana bu yerda aytaylik, men umumiy holatda m taqsim k ko'rinishida yozib ketyapman. Qolgan qismi nima bo'ladi? Qolgan qismi umumiy yo'limiz bizda s bo'ladigan bo'lsa, s umumiy yo'limizni s deb belgilaydigan bo'lsak, m taqsim k qismini V1 tezlik bilan bosib o'tsin. Mana V1 tezlik beramiz T1 vaqtda. Qolgan qismini V2 tezlik bilan. Qolgan qismi qaysi ulushga to'g'ri keladi deydigan bo'lsak, s dan m taqsim k s da ayiradigan bo'lsak, mana bu yerga qisqacha yozib ketaman mana. S ayiruv m taqsim k ko'paytiruv s. S topib chiqib ketsak, 1 minus m taqsim k. Umum mahraj beradigan bo'lsak, mana bu yerda s ko'paytiruv k ayiramiz m taqsim k degan formula kelib chiqadi. Ya'ni bu qolgan qismi. K ayiruv m taqsim k ko'paytiruv s. Bu qolgan qismi bo'ladi. Albatta T2 vaqt beramiz bunga. Endi o'rtacha tezlikni aniqlaymiz. V o'rtacha barobar yana o'sha o'zimizning formulamiz S umumiy taqsim T umumiy. Bizda S1 qo'shuv S2 turibdi, yo'l 2 ga bo'lindi. Taqsim T1 qo'shuv T2 turibdi. S umumiy yo'l nimaga teng? Umumiy yo'l mana bu S ga teng. Shuning uchun umumiy yo'lga biz S olib ketamiz. Mana S taqsim T1 vaqt haqida ma'lumot yo'q bizda. Tezlik bor, yo'lni qismi bor. Shuning uchun buni bunga bo'lamiz. Vaqtni shu orqali ifodalab ketamiz. M S taqsim K bo'lamiz. V1 bo'ladi. Mana shu yerda ko'paytiruv V1 yozib ketsak bo'ladi. Xo'p. Plus T2 o'rniga buni V2 ga bo'lamiz. Ya'ni K ayiruv M S taqsim K V2. Mana shu yerda barchasidan S'larni o'chirib tashlasak bo'ladi. Sabab bundan mahrajdan ikkala S'ni bitta qilib tashqariga chiqarib olsak, qavs tashqarisiga yuqoridagi S bilan qisqaradi. Mana bu yerda bir qolyapti. Endi bizda umumiy mahraj beradigan bo'lsak, V1, V2 boshqacha, K'lar bir xil. Shuning uchun bunga nima yetmayapti? Bunga surat mahrajiga V2 yetmayapti. Bunga V1 yetmayapti. V1. Demak, mahraj berdik. Endi
Mahraji bir xil bo'ldi. Mahraj suratga chiqib ketadi, ya'ni yuqoriga chiqib ketadigan bo'lsa, k ko'paytiruv v1 v2 taqsim m v2 plus k ayru m v1 degan formula chiqyapti. Hosil bo'lyapti bizda. Demak, xullas, yo'lning m taqsim k qismini v1 tezlik bilan, qolgan qismini v2 tezlik bilan bosib o'tganda o'rtacha tezlik shunday formulaga to'g'ri kelyapti. K v1 v2 taqsim m v2 plus k ayru m ko'paytiruv v1. Mana shu formula orqali bemalol hisob-kitob qilib topib ketsangiz bo'laveradi. Demak, masala ko'rib ketaylik. Mana shunga oid masala. Aytaylik, yo'lni 1/3 qismini 10 metr taqsim sekund tezlik bilan, qolgan qismini 20 metr taqsim sekund tezlik bilan bosib o'tdi. O'rtacha tezlik topishimiz kerak ekan biz. O'rtacha tezlik. Mana shu formula orqali mana yozib olamiz. Berilganlar v1 10 metr taqsim sekund v2 barobar 20 metr taqsim sekund. Demak, bizda mana bu yer m taqsim k deyapti. M 1 ga teng, k 3 ga teng. Topish kerak o'rtacha tezlikni. Va o'rtacha barobar xuddi shu formula. Mana k ko'paytiruv v1 v2. K nechi? 3. v1 chi 10. v2 20 taqsim m v2. Demak, m 1 edi, v2 20 edi. 1 ko'paytiruv 20 qo'shuv k ayru m. K ayru m ayirsam 2 bo'ladi. 2 ko'paytiruv v1 10 teng 3 ko'paytiruv 10 ko'paytiruv 20 taqsim 20 ga 20 qo'shadigan bo'lsak 40 bo'lyapti. Qisqartiradigan bo'lsak, mana bu 2 10 qisqartirsa bunga bitta, bunga ikkita bo'ladi va 10 bilan 2 ni qisqartirsam bunga bitta, bunga 5 ta ko'paytiradigan bo'lsak, demak bizda javob 15 metr taqsim sekund. Bu o'rtacha tezlik. Menimcha o'rtacha tezlik mavzusi hammaga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Savollar bo'lsa agar o'zimizga mana bu kanalimizga savollarni, fikr bildirish degan joyiga bemalol bersanglar, biladiganlar yordam beradi. Agar o'zimiz qarab oladigan bo'lsak, agar o'zimiz vaqtimizga qarab, xudo xolasa harakat qilamiz yordam berishga qo'ldan kelgancha. Keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.